Va mana shu bir ketma-ket chiroyli jalak sochib borgan qo'shiqlarimizni, xonishlarimizni, musiqiy chiqishlarimizni tinglab tomosha qilib, bugun mana shu dargohda yanada bir chiroyli savdo to'kib turgan mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz, boshimiz yerga teguncha ta'zim qilamiz. Qadamlaringga hasanotlar bo'lsin. Qolaversa mana shu chiroyli kunga bugun mezbonlik qilayotgan Anaboyevlarga esa yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin deya biz shunday chiroyli kayfiyatda yana shiddat bilan tantanamizni davom ettiramiz. Avvalo bugun mana shu chiroyli kunning qahramonlari bugun barchamizni nigohimiz markazida, barchamizni bugun bor tilimizda. Ushbu insonlar esa bugun davlatimiz so'rini bezab turgan, bugun yaratganning amri bilan nomlari barobar tilga olinayotgan muhabbatga to'la qalb egalari, kelinlarimiz bugun Islomjon hamda Muniraxonlar. Kelinlar ilohim bir umrga qo'sha qarasin, ikki dunyo saodati yoshlarimizga butun umr davomida hamroh bo'lsin deymiz. Demak, shunday bir chiroyli tilaklarimizni, shunday bir chiroyli so'zlarimizni ulashgan holda bugungi shodiyonamizni ajoyib til izhorlarini ham boshlash fursatlari yaqinlashganligini his etamiz. Demak, mana shu davramizni bugun nafaqat o'quvchilar o'z o'rnida bir-biridan yoqimli tilaklar ham chin ma'noda bezab boradi. Buning uchun esa birinchilardan bo'lib an'anaga bog'liq aynan kelin-kuyovlarimizni yaqinlarini